5. Bab. Ata-analarni bo'lish tegishlik aql-farosat. Ata-analar balani o'zgartish xususidagi har qanday qatnashda ishni oldi bilan o'zini o'zgartishdan boshlamoqqa zarur. Chunki balaning taqdiri ata-onaning qo'lida bo'lg'achqa, ata-analarning tarbiya ingidagi zarracha savallikmi balaning taqdirini osmon zamin o'zgartib yetalaydi. Balaga o'zimiz qarayli. Ata-analar balaning o'sib yetilish davomidagi har bir kun va har bir kechmishning muhimligini his qilib, shu kechmishlarning balaga ko'rsatilgan g'oyat zo'r ta'sirini bilib yetgandala, ularning ham bola beqish, ham xizmat qilish jihatdagi iqtidori va amal chorasi o'zligidan hosil bo'ladi. Chunki biror ishni vujudga chiqarishning amali bilan uni rad qilishning bahonasi hamon tepiladi. Qizim 1 yosh 3 oylik bo'lgan chog'da erim muoshini to'xtatib, shtatini saqlab qolish sharti bilan idorasidan ayrilib, Shaminga ketib qoldi. Men u chog'da burungi idoram dedim. Bola kichik bo'lg'achqa turmushda bakt qiynaldim. Cho'nglarning kelib qarish berishimi mumkin emas edi. Apam biz turayotgan ishki Mo'g'ul avtonom rayonining Jining shahridan avtomobil bilan 7-8 soatda aran yetib bag'il bo'ladigan bir noyisi turadi. Onun ustiga dadam o'zining hojatidan chiqolmaydigan bo'lg'achqa, uy va talashlari opamga qarashliq edi. Qaynonam texmi yiroqda bo'lib, umu butkul uyning ig'irchiligini ko'taradigan jafokash mazlum edi. Shundaqdimi u qizim tug'ilishdan burunla navoda xizmat arzonchiligida qiynalib qolgandek bo'lsangiz balani akab bering, men qarab berman degan edi. Erim Shaminga ketgandan keyin balani darhol yurtga olib berishimni aytdi. Qaynonam pokiz, chivar ham kuyunchang mazlum edi. Demak, uning balaga mendimi obdara qariya olishda gap yo'q. Ammo qaynonamning yaxshi ko'nglini chiroyli rad qilib balaga o'zim qarmoqchi bo'ldim. Shunda qilib maldan balaga qaraydigan bir mo'mayin topdim. Balani atiganda ishga olmag'ach olib berib, tushda va kechda kelatdim. Erim Shamin ketgandan keyin u mo'mayning ish haqiga yana ozroq pul qo'shib berib, balani tushda ekemaydigan bo'ldim. Qisqasi qizim tug'ilgandan keyin nimishqidir uy ishi ilgirgidan 3 yaş ko'payib qolgandek tuyuldi. Erim bir çağdımı arxivni ikimiz uyning ish kuchlari va bola qaraydigan ishni qo'l-qo'l qilatdik. U ketgandan keyin hamma ish o'zimga qilib, bosh qashlig'idekmi vaqt chiqaramaydigan bo'lib ketdim. Yengil oyog'i chiqqan bola heli mengib, heli yiqilib odamni dekkudikida texim hardirib yetdi ekan. Uning ustiga ko'rganli narsaga qiziqsinib, ko'rganli narsani tutib boqqisi keldi ekan. Shunga boladan 1 minutmi ner bo'g'il bo'lmaydi. Nagil bosam ko'tirib boratdim. Tamaq yedirgan chog'da qizimni oshxonaga kirib garshga o'tkazib qo'yatdim. Uy tozalaydigan chog'da qo'liga o'yinchoqlarni tutqizib, g'altakning ichiga o'ltirg'izib qo'yatdim. Kiyim yuydigan chog'da chelakning ichiga sep qo'yatdim. Men kirni yib bo'g'icha u shu yerda o'ynab turadi. Qizim sal qag'ish edi. Tamaq yetay deb o'rnimdan tursam, meni ko'tir deb putimga silib oladi. Qoch-quchlarni yuyitay deb oshxonaga kirishimga qo'lidagi o'yinchoqlarni tashlab etib kelib, hikoya aytib ber deb turib oladi. Tamoqni amdili yeb bo'lib ishga mangay deb turishimga qo'lidagi tamoqni kiyimiga to'kib oladi-da, buning bilan darhol uning kiyimlarini almashtirishga to'g'ri keladi. Ish qilib adrin kechgacha menga oromlik yo'q edi. Burun uy ishlarini ancha qila olmaydim. Men uyimizning kenjisi bo'lib, ishga adam, ishga akam bor edi. Ulardan menga ishim oshmag'achqa kichikimdan tortibla bekor talat kunib qopti ekanman. Ta'limga erimdek chivar odamga tushibdiman. Biz to'y qilgandan keyin u uy ishlarining hammasini degidek o'z zimmasiga olgan edi. Men endi bola bilan uy ishlari o'zimga qoldi. Ishga vaqtida bormasam texi bo'lmaydi. Ish qilib menga bakla orduq yetdi. Buning bilan qon bosimim ziyoda tushib ketganligini ko'rgan doktorlar meni yetib orom olishga buyurdi. Ammo bu mumkinmi? Qaynonam mendan xotirjam bo'lolmay bolani akab bersin deb gap avatibdi. Yana bir jihatdagi odammi qizimni qarab bermoqchi bo'ldi. Hadamning o'g'li boshlang'ich maktabga kirgan edi. Uning ustiga Hadamning xizmati arisal o'z ishchan edi. Shunga ularning qizimga obdan qarab berdiganligini bilatdim. Ammo bolaga yana o'zim qaramoqchi bo'ldim. Bunda qilishimda buni ikki sabab bor edi. Biri bolani uyg'otish tarbiyasini nazarda tutdim. Chunki qaynonam maktab yuzi ko'rmagan mazlum bo'lg'achqa bu jihatda albatta menga yetmaydi. Yana biri bolaning hissiyotini nazarda tutdim. Menimcha qizimning momisi yoki ammasi uning har qancha kuyunsimi, bola kunda meni ko'rgisi keladi. Chunki onaning bola qalbidagi o'rnini hech kim bosolmaydi. Qo'shnilardan bolasini yurtidagi cho'nglarning yoniga olib qo'yib, biror 2 oyda bir qatam berib ko'rib kelganlarmi xali bor edi.
Ular kichik bola nimani biladi, 1-2 kun apa deb yig'lab beqib kunib qoladi deb qaraydi ekan. Ammo menimcha ish undaq oddiy emas. Buni qizimning dadasini hali uzungacha ko'rolmaganligini o'qib, nihoyat parishon bo'lganligidan bayqadim. U chog'da garchi qizimning tili chiqmagan bo'lsa-mu, ammo uning ko'ngildoshlari va imo ishoratlaridan uzun muddat ayrilish oldi turgan dadasi qiyolmayotganligini his qilgan edim. Navada əmdi uni yana mendan ayırıb, momang yoki tunimaydigan hammang bilan birga turgan desam, bolaning ko'ngli texim yerim bo'ldi degan gap. Yana biri, mubodo bolani mumsi yoki hammasiga opirib berib, 2-3 yildan keyin akelsam, u chog'da bola his tuyg'u jihatdan bakli tushkunlashib ketadi. Amerikalik bolalar psixologi Benjamin Spark mundaq deydi. Bola tug'ilib bir necha oydan keyinla davomli endi birga bo'lgan odamga ichakishib qilib, uni panoh tortadi. 6 aylık bo'lgan bolalar o'ziga qarayotgan opasi yoki dadasidan tuyuqsiz ayrilsa, odamga bo'lgan erismanligi ajizlab, ro'y jihatdan tushkunlashib, kulka va ishtahadan qoladi. Bola cho'ng bo'lib, qatori qo'shilgandan keyin uning jahondorchilikda umidvor yoki tushkun, kishilik muomalada qizg'in yoki so'g'oq, asra muloqotda samimiy yoki gumonxo'r bo'lib qolishi asosan degudek ashu bola tug'ilib 2 yilgacha uni boqqan odamning ro'y qiyofatiga bog'liq bo'ladi. Yuqorqidek andishlarni nazarga olmagan taqdirdami, balamning kundan kunga cho'ng bo'layotganligini o'z ko'zim bilan ko'rish uchun bo'lsa-mu, balaga o'zim qarashim kerak. Shunga bu jihatda azaldan ikkilanib boqmaganman. Erim Janubga ketib 1 yildan keyin men maoshimni to'xtatib, shtatimni saqlab qolish sharti bilan Janubga berib jahon ketishga boshladim. Bir necha yilgacha xizmatning aldirashchiligida turmushda deyolmagan bo'lsaqmi, balani yenimdan bir kun ayirmadim. Aşı çağdaki kunlarimni boshdan oyoq ig'ir dishvochilik va jabr-jafo ichida o'tdi desam bo'lmaydi. Aslicha jafoliq kunlar nihoyat tez o'tib ketdi. Balaga qarashga mustaqil ketdim. Qizim er-xotin ikkimizning bevosita tarbiyasida bo'lg'ashqa, aql va hissiyot jihatda nihoyat sog'lom o'sdi. Bosh og'ritadigan va bizni xafa qiladigan ishlari faqatli yo'q edi. Uning ustiga yemak-ichmakdan tortib yetib qo'pishgacha turmushimiz oddiy va qulaylik edi. Bu hal balaning erkin va bemalol o'sishiga turtki bo'ldi. Er-xotin ikkimiz hatto qizimizning balaga qanmay turibla cho'ng bo'lib qolganligiga ichimizdan ichinatdik. Qo'shilla qizimizning bizni qaytmay obdan o'qiyotganligini va aqlli cho'ng bo'layotganligini ko'rib, sizlardagi bala ham yo'q ota-onaga odamning havis keldi deyishyapti. Men turibla ba'zi ota-onalarning balasi kichik chog'larida uningga bakli sal qaraydiganligini o'ylab qolaman. Ba'zilar barliqini xizmatga ataydi. Ba'zilar vaqtini ziyofat shiralaridagi mehmondorchilik bilan o'tkazdi. Yana ba'zilar atdan kechgacha shishxal shirasidan ner ketamaydi. Men hatto mundaq bir onnimi ko'rgan. Epi yengisining balasini qaynonasiga boqtirayotganligiga hasad qilib, o'zining 3 yoshga kirib qolgan balasini boshqa bir noydagi qaynonasiga olib tashlab beribdi. Bundaq ota-onalar bala kichik vaqtida uning hissiyoti va tarbiyalanish jihatdagi hojati bilan kor bo'lmaydi. Bala cho'ng bo'lib, ancha-muncha bosh og'ritib bergandan keyin hadisli baladan og'rindi. O'zining sho'rpeshona jafokash bo'lib qolganligidan minglarcha hasrat chekdi. Ota-onalar balasi kichik vaqtida bola uchun ko'proq badal to'lsa, keyin buning nurg'un foydasini ko'radi. Navoda bola kichik chog'ida bola tarbiyasiga sal qarasa, keyingi kunlarda uning uchun ko'p dishvochiliklarni tortadi. Qalaymaqan sizib bo'g'ilib etilgan qog'ozni kim u pokis tozalay oladi deysiz. 2007-yili Beyjon yoshlar gazetida mundaq bir ish hikoya qilingan edi. Chinyu ismli Shanxaylik bir o'g'il bolaning universitetdan ushtumtut chekinib uyiga bormay izdereksiz yo'qolib ketganligiga 5 yil bo'ldi. Ota-onasining izlab bormagan yer qolmabdi. Ammo hozirgacha bolaning derakini ola olmabdi. Chinyu 1987-yilda tug'ilgan ekan. Uning ota-onasi ziyolilardan bo'lg'achqa, bolaga qarashga ishni bulolmay, uni boshqa yurtga o'tirishlik hammasiga olib berib, 5 yosh kirgandan keyin ondan akavopti. Tasavvur qilishga bo'ladiki, Chinyuni kichik turg'izibla ota-onasidan ayirib etishning o'zi bir qamlashmagan ish. Uning ustiga bola o'zini 5 yil boqqan hammasiga amdilatini echakib, uning mehriga ko'nib qolgan chog'da ota-onasi uni hammasidan ayirib o'zining yeniga olib boribdi. Bunun bilan bola yana boshqacha muhitda yashashga majbur bo'ldi. Qisqasi, Chinyuning ota-onasi bolani hissiyotli odam o'rnida ko'rmay,
balki birər tüp daraxt yoki birər ərmək hayvan o'rnida ko'rib, o'zining xohishi bo'yicha heli u yerga, heli bu yerga opiribdi. Va bunday qilsa, balaning psixikasiga og'ir dast ketadiganligini o'ylab boqmabdi. Gazetda yozilishicha, Chin Yuning ota-onasi o'g'lini yeniga akib olgan bo'lsa-mu, balaning o'zidan yotsirab faqatla ichakmayotganligini, hadislar o'zini ulardan qochirayotganligini bayqabdi. Başqalarının qo'lida cho'ng bo'lgan nurg'un bolalar odatda ota-onasining yeniga qaytib kelgan taqdirdami, ko'pincha hollarda ularga chin mehrini berolmaydi. Chin Yuning ota-onasidan ado-judo bo'lib ketib, yetim o'sish yo'lini tanlaganligi uning uzoqdan beri og'ir ruhiy azob ichida yashaganligini tushuntirib beradi. Chin Yuning ota-onasi pensiyaga chiqqandan keyinla o'zining yolg'iz o'g'lidan umrlik ayrilib qolganligini his qildi. Nima degan azobnarlik ish ha? Uzun yıllardan beri yuqorqidagi bola beqish usuli kishilarning gumonini qo'zg'ab boqmadi. Xizmatida bola beqishni boshqalarga havola qildigan ish, ya'ni tug'ish bilan beqish ayirib etilgan tarbiya usulini tanqidlamak yo'q, aksicha kasbda utuq qozongan bir qism kishilardagi madihiyaga loyiq izgu amallarning daliliga aylanib qoldi. Yaqinqi yillardan beri bo'libmi 70-80 yillardan keyin tug'ilganlar farzandlik bo'lgandan buyon shaharlashtirish qurilishining turtkusida sahroliq ishlamchilarning turkumlab shaharlarga kirishiga ergishib, bolani o'zi tug'ib haqqa boqtirish moda bo'lib ketdi. Bola boqtirish mas'uliyatini boshqalarga ishtirib qo'yishdek tarbiya usulining bolalarga keltiradigan ziyon zahmati damalliq ko'rinmaydi. Ammo bolaning o'sib yetilish davomidagi ko'ngilsizliklarning hammasi uning dilini yara qiladi. Bu yer izlari bara-bara uning umr manzilini xiralashtirish bilan birga oilaga nurg'un avorchiliklarni olib keladi. Yezlardagi ega-chaqsiz bolalar masalasi kishilarning diqqatini tortishga boshladi. Chunki aşı bir turkum bola cho'ng bo'lib qatorga qo'shilgandan keyin ularda umumyuzlik saqlanayotgan bir qism masalalar tadrijiy oshkorlanib chiqdi. Ammo shaharlardagi baxturg'uda olib beriladigan bolalar masalasi hozirgacha hech kimning diqqatini qo'zg'ab boqqani yo'q. Shaharlardagi undaq bolalarning ko'pinchisi burunqidek boshqa yurtlarga beqib berishga evatilmay, odatda ota-onasi bilan birga turadi. Ammo ularning holidan xabar qiladiganlar ota-onasi emas, balki buva mo'millari. Zaman va makon nuqtasidan olganda undaq bolalar ota-onasi bilan birga yashaydi. Ota-onasini kunda yoki haftada bir qatim ko'rib turadi. Mohiyatda ota-onasi ularga degandek ko'ngil bo'lmaydiganligi uchun ularning holi yezdagi ega-chaqsiz bolalarniki bilan o'xshab ketadi. Shunga bu masalaga ahamiyat bermay bo'lmaydi. 3 yil burun mundaq bir bolani ko'rgan edim. U 10 yoshlardagi qiz bola bo'lib, mijoz g'alati, o'rganish natijasi tuvan edi. U qiz ota-onasiga nihoyat amroq bo'lg'achqa, ularning o'zi tutgan pozitsiyasiga bakmi diqqat qildi ekan-yu, ammo ota-onasi bilan kunda degandek takolishib purchiq pishmaydi ekan. Ularning gapini chevaqiga epmi qo'ymaydi ekan. U qizning ota-onasi nihoyat qobil kishilardan bo'lg'achqa idorasida muhim vazifa o'taydi ekan. Oilasining iqtisodiy ahvoli nihoyat yaxshi ekan. Shunga ular qiz tug'ilgandan boshlabla uyga xizmatkor yollabdi. U qizning onasi qizi tug'ilib 3 oydan keyinla bolani xizmatkorga topshirib berib, o'zi xizmat tushib ketibdi. U bir oila kishilar qarmoqqa birga yashayotganda ko'rinsa-mu er-xotin ikkisining xizmati aldirash bo'lg'achqa, tong saharda chiqib ketsa, kechda biroq keladi ekan. Hadislar komandirga chiqib ketadi ekan. Bola bo'lsa hamisha xizmatkor bilan qoldi ekan. Birga turmush kechirdi ekan. Ish qilib, u qiz o'zi turayotgani bilan xuddi baxtirib berilgan bolalardek ota-onasi bilan birga bo'lamaydi ekan. Natijada qiz bara-bara hiliqi xizmatkorga ichakib qopti. Xizmatkorim bolaga amroq ekan. Shunga apisi komandirib qolmagan chaqlarda g'amidi yo'q o'ynab o'tirgan qiz xizmatkor har qatim yurtiqmagan chaqda uni mang'ul qo'ymay turib oldi ekan. U qiz 4 yoshga kirgan yili ota-onasi xizmatkor bilan ishaq to'g'riliq janjallashib qilib, uni ketkizib o'tib, uning o'rniga boshqa bir xizmatkor yo'llabdi. Ammo u qiz yangi xizmatkorga ko'nalmay, uning bilan kun bo'yi jiddiyalashir ekan. Qizning ota-onasi ilojsiz bir necha xizmatkor almashtirib boqqan bo'lsa-mu, bolaning mijozi faqatla tuzalmabdi. Angacha balamo hali cho'ng bo'pti. Qiz shuningdan keyin yangi kelgan xizmatkorlar bilan burunqidek takolashmagani bilan uyda xizmatkorlarga faqatli gap qilmas bo'libdi. U qiz amaliyotda uyda tikandek yolg'iz yashaydi ekan. Ota-onasi bo'lsa kunlarini burunqidek xizmat bilan o'tkazib, bolaga asosan degidek ishnamaydi ekan. Anda-sanda cho'lis tegib qolgan chog'larda boladan imtihon natijasini so'rab qo'ydi ekan yoki uni talog'i bilan g'azolanga olib chiqadi ekan.
Ular kunlarning birida muallimning "Qizinglar to'g'ri tunishib qolgan biri bilan uchrashaman deb maktabga kelmabdi" degan gapini anglab puti ko'rgan to'xidek nima qilarini bilolmay qopti. Bir kuni u ayol qizini boshlab bizning uyga kelib kelibdi. Qiziq yeri u ayol sababni o'zini izlab baxmoqda yo'q, aksicha gunohni bola qo'ydigan bo'lg'achqa meni bolaga idiviy xizmat ishlab qo'yamdikin deb kelgan ekan. Shunga bolaning navbatga holati va er-xotin ikkisining bolasiga tutgan pozitsiyasi haqidagi qarashlarimni ilk oldigandek emas edi. U ayol balani aslida butunlay xizmatga tashlab bermaydigan gap ekandiq. Uning ustiga balaning tunji xizmatga tushib qolgan mehriga sal qarabsizlar degan gapimni eg'ir oldi bo'g'ay. Balasini xizmatga baxtirayotganlar oz emas-ku, dedi u ayol. Qaysi bir oila xizmatkar yangi ishlamaydi deysiz? Qarang, ularning bolalari bir obdan cho'ng bo'yatidi. Ata-onalar har kuni vaqt chiqarib balasiga hamroh bo'lishi, kitob o'qib berishi va uni o'ynatish kerak edi degan gapim u ayolning yig'iriga tegib ketdi. Xizmatim aldirash tursa, balaga hamroh bo'lishga nada vaqtim bo'lsin. Ata-onam meni bo'lishimga tashlab qo'yib cho'ng qilibdi ekan. Bir obdan o'sib yetilibdiman-ku. Oxiri u ayolga mundaq taklif berdim. Qildigan xizmatingiz odatdagi kishilarnikidan ko'p bo'lg'achqa balaga qaraydigan vaqt chiqara olmagan bo'lsangiz, amal qilib xizmatingizni almashtiring. Gapingizning o'raniga qaraganda ilgari balani ona mehriga qandira olmabsiz. Endi vaqtingiz va zehningizni ko'proq sarf qilib shuning o'rnini to'ldirmasangiz bo'lmag'idek. Bala 10 yoshga kirib qopdi. Mushundoq ketaversa yana bir necha yildan keyin ming qaqshagan bilan o'rniga kelmasmikin. Xizmat almashtiring degan gapim uningga bakla g'ar keldi bo'g'ay chiroyi bir qism bo'lib ketdi. U ayol shundan keyin ishkinchilab kelmadi. Yaqinda anglasam ota-onasi u qizni yigitdak tarbiyalash maktabi deb ataladigan bir maktabga olib beribdi. U maktab bolalarni tizish, yiroq mandirish, jiddiy yig'ish, diqqat turish degandek turlar bo'yicha harbiylardek chiniqtir ekan. Gap anglamaganlar nurud ekan. U maktabning oldiga haqqi nihoyat yuqori bo'lgani bilan bolasini olib berganlar bakmi ko'pmish. Ularning ko'pinchisi hali qizchaqning ota-onasiga o'xshash xizmat aldirash, oilasining iqtisodiy ahvoli yaxshi, ammo bolasi yaramsiz o'sib qolganlar ekan. Anglasam, shu maktabni ochgan kishining o'g'limi shundoq yaramsiz bo'lib qolgan ekan-ku. Shunga u shu maktabni ishini dal o'g'ilni yetak tarbiyalashdan boshlaganmish. Ammo u kishining o'g'li dadasining degan yerdan chiqolmabdi. Halbuki o'g'ilni to'g'ri yetaklay odam bolalarni yetak tarbiyalaydigan maktabning mudiri bo'lib nurg'un pul tepibdi. Shu ishlarni anglab hasratlik uftatdim. Pulga tarbiya setib olish nima degan oson-a? Ammo ularning setib olgani oxir hisobda nima bo'lib chiqa? Hozirgi zamon oila tarbiyasidagi ig'ir masalani mundaq bir nuqtaga yig'inchoqlayman. Ota-onalar bolasi uchun jon berishga roziki, ammo vaqti va zehnini berishga rozi emas. Kasbi bilan bola tarbiyasini to'qinishtirib qo'yayotganlar, bolaga vaqti, zehnini berishga faqatla ko'ngillashmayotganlar va bolaning his tuyg'usiga faqat parvo qilmayotganlarni bolasiga mehri yo'q deyishga tilimiz kuydi. Ammo ularni bola bilan birga bo'lishning naqadar muhim ekanligini faqatla uqmaydiganlar desak ortiq ketmaydi. Bola ularning nazarida ishonchli bir şey topshirib qo'yib, xohlagan vaqtda sog'-salomat ilib bo'ladigan ativorlik buyum yoki ermak hayvon. Ular yangi tug'ilgan buvaqning o'ylay oladigan hissiyotliq tirik odam ekanligini, xo'shallik bilan qayg'u, shundaqla o'sib yetilish davomidagi har qanday kechmishning bola qalbida o'chmas izlarni qoldira oladiganligini bilmaydi. Küçük chig'ida uni boshqa birisining uyiga olib qo'ysangiz, u tuyuqsiz almashgan himotidan damaliq yotsiraydi. Shunga bolani har qanday yerga olib tizib qo'ysa, midirmay turaveradigan lo'nqa deb qolmaydi. Bolaning dada, apa degan chuchuk gaplari oson chiqmaydi. Uning uchun vaqt, zehn va o'y-fikr jihatdan nurg'un badal to'laydigan gap. Shunga bola topgan ekanmiz, undaqda uningga mas'ul bo'lishimiz, ko'ngil bilishimiz, bolaga hamroh bo'lishni intayin muhim ish deb bilishimiz lozim. Bolani hadislar yiroqdagi ota-onamiz yoki urug' tuqqanlarimizning beqib berishiga tashlab qo'ymayli. Bola bilan eng yaxshisi har kuni uchrashib turganga yetmaydi. Shunga bolani imkoniyatning boricha o'zimizning yenib turg'izayli. Gapning poskallasini deganda turmushda o'zimiz yengishlik qiyinchilikni bolaga yuklab qo'ymayli. Bola bilan bir uyda turayotgan chig'imizda bo'lsam, butun asiyodimizni xizmat va didor muloqot mas'ulindagi atalmish odamgarchiliklarga atib o'tmay, zehn va maqtamimizning bir qismini bola bilan sirtishga ajratayli. Bolaning intizorligiga parvosiz qarab, uni hashamatlik uyda yashaydigan ma'naviyatda egi chaqsiz bolaga aylantirib qo'ymayli.
Türlük obyektiv səbəblər bilan baladan ayrılıb turishga to'g'ri kelganda, balaning hissiyot jihatdagi tushkunliklarini imkoniyatning barcha pasaytish uchun uni bovisi, momisi yoki vaqtliq boqtirg'uchisiga baldurroq ichakishtirayli. Bala bilan ayrılıb turgan chog'larda pat-pat telefon berib, baladan hol-ahvol so'rab, uning bilan mundashish bilan birga balani qarallik yo'qlab turayli. Bala ota-onasining har doim uni yuragida saqlaydiganligini bilsin. Tangrim bizni balasini chin ixlosi va kuyim bilan baqsin deb yuragimizga farzand o'tini, mehrini sog'in. Shunga xizmat alrashchiligi degandek har qanday sabab balani ota-ona mehridan mahrum qo'yishimizning bahonasi bo'lib qolmasin. Xizmatni butun vujudimiz bilan jaboliq ishlashmo go'zal kelajak yaratish uchun albatta. Ammo o'sha xizmat bahonasi bilan vatanning kelajagi bo'lmish farzandlarimizni obdan tarbiyalayamasak, u chog'da oila va vatan uchun unda xizmatning nima ahamiyati bo'lsin? Ota-onalarning bu jihatdagi mas'uliyatini obdan ado qilish qilolmasligi berisi balaning istiqboliga, nerisi millatning atisiga berib taqildi. Shunga balaga ixlosimiz bilan yuzlanayli, noqislik qilmayli. Bo'lmasa mas'uliyatni ado qilmaslik jinoyatini o'tkazib qo'yamiz. Balaning o'sib yetilish davomidagi har bir kun, har bir kechmishning muhimligi va o'sha kechmishlarning balaga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatganligini his qilib yetgan ota-ona bola bilan xizmatga barobar ko'ngil bo'lishning chorasini zo'r mayli tepib chiqib, bu jihatdagi qobiliyatini bemalol oshirib bora oladi. Chunki har bir ishni vujudga chiqarishning amali bilan uni rad qilishning bahonasi hamon tepiladi. Yozuvchi Chili mundaq deydi: Balalarning almisoqdan beri bir xil turayotganligini, ammo ota-onalarning tunumliqdek darajada o'zgarib ketayotganligini bayqadim. Hozirgi ota-onalarning ko'pinchisi balasi uchun pul xarjlashdan ayonmaydi-yu, balaga vaqtini, zehnini va fikr-xayolini berishni xohlamaydi. Bu mohiyatda ota-onalardagi shaxsiyatchilik, qarg'uliq, nodonlik va yalqovlikdan xalos. Chilining bu bayonlari bek ochiqdek tuyulsa-mu, uning gapning postkallasi udullatdir qo'yilgan. Bu yerda ota-onalarni tanqid qilavermay, buvay-momaylarga ikki kalima gap qilgim kelib qoldi. Ehtimol bal tarbiyalashda tajribalik, amdilardan pensiya chiqqachqa put-qo'llaringizning jini bor, uning ustiga balalaringizmi sizning yordamingizga muhtoj bo'lyotidi. Ammo nim bo'lishdan qat'iy nazar, navringizni beqishda hamma yukni yelkangizga olib olishingizning hojati yo'q. Siz bo'g'ashqila balangiz o'zining pushtidan tamgan aşı balani hissiyotli odam emas, balki oila a'zolari orasiga qo'shib qo'yilgan armak ko'rib, uni po'q suydikidan ayirib boqadigan ishning hammasini sizga tashlab qo'ymasin. Uy tutib, bala topgan to'riqliqmi yana sizga akilavermasin. Uyruq dunyoga amdi ko'z ochgan ashu kichikini jonning qursqini beqishla emas, balki chin ixlos bilan tarbiyalash mas'uliyatining bor ekanligini unutib qolmasin. Shunga siz bu jihatda eng yaxshisi hammani o'zim bir qo'lli qilaman deb turib olmay, navringizni boqadigan ishning ko'piragini ota-onasiga tashlab qo'ying. Ular ota-ona bo'lib, bal tarbiyalash davomida pishsin. Bu balangizning oilasidagi ishga avlod uchun intayin muhim ham nihoyat ahamiyatli ishdir.